mobaynida Hasan Tohirjonov. YouTube, Facebook, Telegram, Odnoklassniki, Instagram kabi ijtimoiy tarmoqlar hamda ekstremizm va aqidaparastlikni targ'ib etuvchi internet saytlari orqali Sodiq Samarqandiy tomonidan olib boriluvchi diniy saboqlarni tinglash natijasida radikal va aqidaparast oqimlar ta'siriga tushgan. Sodiq Samarqandiy tomonidan Turkiyada tashkil etilgan markazga aloqador kishilar tomonidan Suriyadagi jangarilar lageriga yo'llangan. Ayni vaqtda jazo muddatini o'tamoqda. Qilmishidan qattiq pushaymon. Shu bois yoshlarni halokatga boshlovchi muqaddas islom dinini manfur niyat bilan niqob qilgan Sodiq Samarqandiy kabi fitnakor da'vatchilarning kirdikorlari borasida o'z ixtiyori bilan hikoya qilmoqda. Abdulloh Zufarni Sodiq Samarqandiyni shogirdi deyishyapti. Qani Sodiq Samarqandiy Abdulloh Zufar to'g'risida nima degan ekan desa, poyezd beriladi. Sodiq Samarqandiy Abdulloh Zufar to'g'risida nima dedi? Ha, yaxshi, men shogirdim deyapti. Ha, Sodiq Samarqandiyni shogirdi ekan deb Abdulloh Zufar eshityapti. Abdulloh Zufar Sodiq Samarqandiy 1-sinfdan 5-sinfgacha olib borsa, boshlang'ich ta'limni. 5-sinfdan 11-sinfgacha Abdulloh Zufar olib boradi. Bo'lib olishgan, etap-metap. Mana O'zbekistondagi musulmonlar Turkiyaga chiqib hijrat qilib oldi. Endi nega o'tirib oldinglar? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam jihad qilganlar. Endi Suriyaga chiqib jihad qilmaysizlarmi deydi. Bunisi Turkiyagacha hijrat qilib olib chiqib oldi. Nargisi Turkiyadan Suriyaga olib kirib oldi. Internet saytlari va ijtimoiy tarmoqlarda diniy saboqlar, maxsus darslar, savol-javoblar, bahs-munozaralar olib borayotgan musulmon yoshlarni o'ta puxta niqoblangan holda avval hijrat, so'ngra xos saboqlar orqali jihodga da'vat etayotgan Sodiq Samarqandiy nomi bilan tanilgan bu shaxsga tegishli barcha materiallar O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi tomonidan 2020-yil 29-aprelda terrorchilik va ekstremistik mazmunda deb topilib, O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish, jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soladigan materiallarni tayyorlash, saqlash, tarqatish yoki namoyish etish, diniy ekstremistik, separatistik, fundamentalistik yoki boshqa taqiqlangan tashkilotlar tuzish, ularga rahbarlik qilish, ularda ishtirok etish ayblovlari bilan Jinoyat kodeksining 159, 244-1, 244-2 moddalari asosida jinoyat ishi qo'zg'atilib, qidiruv e'lon qilingan. Jarga yetaklovchi soxta da'vatchilardan ehtiyot bo'ling. Sodiq Samarqandiy ulardan biridir.